Assalomu alaykum, hurmatli Xiva bugun obunachiları. Ko'rib turganlaringizdan Xiva tuman axborot kutubxona markazidagi kichkina tashkil etilgan muzeydamiz. Video davomida kutubxonamiz haqida to'liqroq ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentimizning 2019-yil 7-iyundagi O'zbekiston Respublikasi aholisining axborot kutubxona xizmatini yaxshilash to'g'risidagi PK 4354-sonli qaroriga asosan butun respublikalarda markaziy kutubxonalar tashkil qilindi. Hozirgi kunda markazimiz kutubxona fondida 100.358 ta kitob fondiga egamiz. 14 dan ortiq kitobxonamiz bor. Mehr kutubxonasi loyihasida mutaxassislarimiz borib, nogironlarni uylariga borib xizmat qilishadi. Bizda kitobxonlarga xizmat ko'rsatish bepul. Kitobxon kelib kartochka ochiladi va kitobni o'zi saylagan kitobni yoki so'rovmasida keladigan to'p beramiz. 15 kun muddat asosida beriladi, 15 kunlik. Kutubxonamizda hozir turkiy adabiyotlar muddanalari bilan ham jadidchilar haqidagi adabiyotlarimiz ham mavjud. Bolalar yozuvchilari haqidagi adabiyotlarimiz ham o'zlarini shu bolalarning so'rovi asosida hamisha to'ldirib kelyapmiz. Kutubxonamizni tuman hokimiyat maskanida burchak tashkil etildi. Bundan tashqari 3 mahallada 3 ta ko'chma kutubxonalarimiz ham mavjud, ishlab kelmoqda.